Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Avvalgi video lavhalarimizda kunjutning foydali xususiyatlari haqida aytib o'tganmiz. Bilasiz, kunjut urug'larida boshqa meva-sabzavotlarga qaraganda kalsiy 100 barobar yuqori hisoblanadi. Eng foydalisi kunjut urug'laridir. Bugungi video lavhamizda tizza og'rig'ini kunjut urug'lari orqali davolash yo'llarini aytib o'tamiz. Nafaqat tizza, balki bo'g'imdagi og'riqlar, suyak bilan bog'liq bo'lgan muammolarda, shuningdek yoshingiz o'tib borayotgan bo'lsa, kalsiyga boy mahsulotlar o'rniga shunchaki haftada 3 marta kunjutli ushbu malhamdan iste'mol qilsangiz bo'ldi. Kunjut urug'i va sut suyak va bo'g'imlar uchun muhim minerallar manbai. Kollagen sintezini qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu ichimlik bo'g'im og'rig'ini kamaytiradi, suyak mustahkamligini oshiradi. Qo'llash usuli juda oddiy. Bir osh qoshiq kunjut urug'ini kechasi suvga solib qo'ying. Ertasiga suvni to'kib 1 stakan sut bilan blenderda aralashtirib, ertalab och qoringa iching. Haftada 3 marta ichasiz. Juda ham foydali. Farzandlaringizga kalsiyni o'rniga ushbu malhamni bering. Dorixonalardagi dorilardan ko'ra eng foydali, arzon, to'yimli, shuningdek bezarar. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.